Hello, hammaga salom. Sizlar bilan bugun qishloqqa bugungi videomizda do'stlar biz maqsadimiz Netherga borish bo'ladi. Buni eplay olamizmi, yo'qmi? Bu challenge bajara olamizmi? Buni hali vaqt ko'rsatadi. Nimaga bunda bacha yo'q, aytishmayapti deb aytsaring, bacha yo'qni tobi yo'qmi bilmayman. Bu videoda qatnashishni xohlamadi. U mana bu o'tgan qismda eslasalaring, bu qishloqda Netherga borib ko'p narsalar topgandik. O'shaning ikkinchi qismini 20 ta like'dan chiqaramiz deb aytgandik. Yo, bilmadim qanchalik aytganini. Shu qilib Netherga borib shu narsalarni Machiyu adashmasam keyingi videoda chiqsa kerak. Tag'in bilmadim. Chiqsa ham o'ziga da xolos. Chiqsa ham o'ziga ham. Esinglarda bo'lsa Machiyu aytgan so'zlari esinglarda bo'lsa, qanchalardan 20 ta like keyin yo'qishlarni, 20 ta like deb berdilar. Endi 30 ta like o'shandan keyin xullas Machiyu 30 ta like keyin qaytadi. Shuning uchun 30 ta like sizlar uchun cho'ta emas-ku. Kamida 20 ta obunachi ham yo'q berdilar. Xo'pmi? Xo'p, bu nimalar bor ekan? O, mana 60 ekan endi videoda. Mana bo'ldi, ketdik. Bizning maqsadimiz Netherda oltin kiyim topish. Shunday qilsak bo'ladimi? Charchab ketdim, ey. Vallahi, короче, men qolga tushib ketdim 1-2 soatga. Atigi 10 bittagina temir topdim, ey. Insofsizliging vallahi. Xullas bu bolalar nihoyat Netherga borib bizni maqsadimiz nima edi o'zi? Ha, albatta oltin bronza topish edi. Mana Netherga qarshi olaylik. Buli. Esinglarda bo'lsa har doim shu buli aytaman men. Voy, xudoyim. Hammadan yashar. Xullas